Hammaga xayrli kech, aziz kuzatuvchilarim. Mana bugun kun kech bo'ldi, xudo xohlasa ishimiz tugadi. Mana shu ertalabdan soat 7 dan ishga kelaman. Kechki soat 5:30gacha tugab qoladi ishlarimiz. Mana o'rka qilib sekin ishdan chiqamiz. Inshaalloh ishdan qochgan odam emasman, qochmayman. Qishloqli qizman. Mehnatdan qochib kimnidir haqqini yeyish mani niyatim yo'q. Allohga shukr. Qo'l oyog'im sog', ishlayman tinmasdan. Mani niyatim inshaalloh nogironligi bor, kasal, imkoniyati cheklangan insonlarga yordam berish. Xudo xolasa bu niyatimni amalga oshiraman. Xudo xolasa telefonlar olsam inshaalloh men bu niyatimni amalga oshiraman. Hech kimni haqqini yeb, birovning haqqiga xiyonat qiladigan odam emasman. 2015-yildan beri mana shunda ishlab yuraman. Kvartira yuramiz. Alhamdulillah, o'sha kvartiralarga ishlab pul qilib berayotganimdan xursandman. Xudo xolasa o'tgan bilan hamma narsaga erishaman. O'zbekistonda agar erisha olmasam, balki chet ellarga ketarman. Hammalaringizni Allohcha yaxshi ko'raman. Hammalaringiz duo qilib, mana shu O'zbekiston xalqining duosini olib inshaalloh yaxshi bo'lib ketaman deb harakatdaman tunu kun. Hammalaringizni duoingizni olib xursandman. Mana kun kech bo'ldi, endi uyga qarab. Rahmat.